şifa bekliyorum. Dua edersin çok sevinirim. Rabbim isteklerinizi hayırlı olarak versin. Vefat etmeniz, video hürmet kılamam. Nefes havas kılamam. Ortalığı şuna bir narsa tutmamak istedim, esnetmek istedim. Bugün inşallah bir insonga hadiye beraman dedim. Şu sebeple şu videomu kommentariyga, aynan shu videomu kommentariyga aktiv bo'linglar. Xohlagan kommentariyalarni, fikrlarni yozinglar. Inshaalloh bugun bitta bu hadiya qilmoqchiman. Judayam kommentariyalar oz bo'lgani uchun tanlashim oz bo'lyapti. O'shaning uchun ko'proq kommentariya yozishlarini iltimos qilaman. Bugün cuma olsa cuma hadiyem olsun sizlerle inşallah. Dua koyun ki zorlarından uğraşsın. Amin inşallah. एक बार बढ़िया दिखा दो सिस्टर। sizni yig'lab ko'rib o'tiribmiz. Alloh rozi bo'lsin. Madina shifo tilab qo'ying. Madinaga inshaalloh shifo so'rayman. You had your best friend Hadicha Madina yani. Maşallah juda yoqimli va chiroyli. Yashirkan. Forma hadiye berishdi. Maşallah Allah razı olsun. Salamat baxtli insonsiz, rahmat. Duo qilib qo'ying, duo qilaman sizni. Tur paketni sizda 6-da oxirgi bor deyil iltimos. Bor deyil iltimos. Nima? Iltimos duo qiling. Nima deb duo qiling? Etinglar duoinglar omad, o'zingiz ixtot qiling xo'p. Makka hozir televizorda ham ko'rib o'tiribmiz opa, mashalloh. Nimaki duoinglar bo'lsa yozinglar, o'qiyman. Amin deyman. O'qib amin deyman. Faqat duoinglarni nimaki niyatinglar bo'lsa yozinglar. Mana juma kuni Ka'bada o'tiribman. Madina onam duo qiling, doktorlar press deyishgan. Nimaki xohlagan, nimaki bo'lsanglar Allohdan so'rab yozinglar masjidga. Men amin deyman Ka'bada o'tirib. Opamiz bordilar, kasallar. Opangizga Alloh taolo shifo bersin inshaalloh. Yana Alloh rozi. Arkamda gelmiş konuşuyor. Yana Allah bizden tez kunda baytiga mehmon bo'lib qolaylik oilamiz bilan. Amin inshaalloh. Allohu akbar. Yana borishlik nasib qilsin. Amin. Biz ham duo qiling Makka boraylik. Biz ham siz Madinadasiz.